Everestga qaror. Anutaruzin nober. Voy, tushib ketdi-ku. Nima? Vol qilding-ku? Elatda mana ikki quloqimni eshitdim. Mana shu tarvuz yorilgan deb boshingni yorib qo'yamiz. Bu rayonda tirikchilik qilish uchun bizga do'la ajratib turasan. Agar bosh tortsang, Mana shunaqa qilib hali tarvuzlaring ko'p yoriladi. Ana nima? Hali sen bilan gaplashamiz. Yaxshi o'zingni himoya qilding. Qattiq shug'ullangansan. Senga nima? O'zingda oloving bor. Katta o'zgarishlar qilishing mumkin hayotingda. Og'ayni, bor yo'lingdan qolmagin. Isming nima? Qodir mani ismim. Meniki Murod. Tanishganimdan xursandman. Transportida shug'ullanaman. Seni birga shug'ullanishga taklif qilaman. Narsalaring nobud. Taksi? Zalga chetdan 100 metr yurganda chap tarafda joylashgan. Xotiroma yengil uchun bir hafta konsultatsiya ekan. Men bilan sparing tushasan.